Xonim, aniqrog'i, oyim qas. Biz uydan qochib ketganmiz, iltimos. Sakrashingizdan oldin bizga ozroq pul berib turing. Ko'p vaqtingizni olmaymiz. Nima? Atiga $50. Pulni nima qilasizlar? Kredit kartangiz ham bo'laveradi. Sizga endi uni keragi yo'q-ku. Iltimos. Haddingdan oshding-ku. Jahlimni chiqarmoqchimisizlar? Nima bo'ldi unga? Jahli chiqqan ko'rinadi. Ochlikdan o'lay deyapman. Hoy, gaplaring bo'lsa, quyonga o'xshab qaldiramasdan dadil gapiringlar. Sakrashdan oldin bizga ozroq pul bering. Baribir ham o'lib ketasiz-ku. Bizga esa pul kerak. Yo bo'lmasa, ayshi ishrat qilaylik. Yoki sakrashdan oldin badaningizni bizga bir ko'rsating, bo'la qoling. Voy haromalar-ey. Qani shoshmay turlaring. Rostdan ham jahli chiqdi. Ablahlar, endi o'ldim deyaverlaring. Qochdik. Dabdalangni chiqaraman, tutib olsam. Hayvondek quturib ketdi. Nima? Voy dumbildinklar-ey. Oldin tutib ko'r, qo'lingdan kelsa. Iya, oyoqlaringni ko'rdim. Chiroyli ekanmi? Judayam. Voy iflos ipotchalar-ey. Shim kiymasa oyoqlar chakkimas ekan. Zorru. Voy, hali ham uryapti. Endi o'ldim deyaverlaring. La'nati. Nega qiqishtirasan, boshimga uramanmi? Voy, Qayerda o'qiysanlar mishqilar? Nima deding? A, la'nati? Gapir. rostdan ham qornimiz och.